ham bir oilam deb yurgan musofirman. Onajonimni sog'indim, otajonimni sog'indim, rasmiga qarab ovundim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz Sharq Yulduz 95 kanalimiz obunachilari, sizlar bilan izzatli qurbonlik, yaxshi kayfiyat bilan ko'rib turganingizdek, mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek tabrik loyihamiz yana davom etadi. Hozir ishtirokchimizni o'z jannatda onalarini tavallud ayyomi bilan hamda ayollarini halolini tavallud ayyomi bilan tabriklab qutlab chiqamiz aziz yurtdoshlar. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin, yuzlashlar aytasin deb qolamiz. Shu munosabat bilan musofirda yurgan Rasulbek og'amizning nomidan mana shunday onalarini hamda ayollarini tabriklab xursand qildik. Siz ham o'z ota-onangizni yaqin hamrohlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, shu yerda ekran qarshisida telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz. Olislarda yursam kelishim kutgan, sog'inib bildirmay alamlar yutgan, bolam deb hattoki o'zin unutgan. Men sizni sog'indim, savlatim otam, men sizni sog'indim, jannatim onam. Chorasiz qolganda sizga suyanay. Tabriklamaymiz o'g'illar bilan, umrlaringiz uzoq bo'lsin, yuzlashlar kerak. Musofirda yurgan o'g'illaringiz nomidan, qizlaringiz nomidan shunday yaqinlaringiz nomidan shunday ajoyib sovg'alar bilan yetib keldik. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, yoshingizga yosh qo'shilsin, 50 yoshingiz muborakbod bo'lsin. Mana shunday og'ang qandoshlaringiz nomidan hammaning hamda mana shunday chirin to'tlar bilan hamda mana shunday chiroyli gullaringizni topshiramiz, qabul etib olamiz. Tabriklaymiz. Ajoyib kunlarimizdan, mana shunday ajoyib kunlarimizdan topshiramiz aziz obunachilar. Tabriklaymiz, iloyim umrlari uzoq bo'lsin deb qolamiz. Tabriklaymiz. Mana shunday ajoyib kunlarimizdan topshiramiz buni aziz obunachilar. Tabriklaymiz. Shu yerda endi mana musofirda yurgan farzandlaringizga mana shunday og'ang qandoshlaringizga mana shunday yaxshi kunimizda siz bilan bo'lib turgan og'ang qandoshlaringizga bemalol yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, mana kameramizga bemalol so'rashingiz mumkin. Qashqadaryodan ham deysiz? Qashqadaryodan mehmonlarimizga ham mana shunday ajoyib tilaklaringiz bo'lsa, bemalol kameramizga so'rashingiz. Assalomu alaykum, so'rashdan kelganimizda mana bu do'stlarning bir xolangiz bo'lgan kunlariga 50 yosh tavallud ayom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu yosh ko'p umr ko'rsin, bolalarning baxtiga, kelini baxtiga, nevara-chevarlarning baxtiga sog' salomat bo'lsin. Qashqadaryodan hamma xonadonlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Nimaga niyat qilganimcha niyatlaringizga erishing. Nasib bo'lsa bu yilning nimasida hoji momo bu hojilarga borib yurish nasib qilsin. Tabriklayman. Onam sesim chiqadi. Azimiz ham Har kun olisdan holim so'raysiz, kechalar xayolda meni o'ylaysiz, tonglari duoda baxtim tilaysiz. Sizlarni sog'indim, savlatim otam, sizlarni sog'indim, jannatim onam. Sizlarni o'ylayman o'zga yurtlarda, ko'zimdan alamli yoshlar oqqanda, erkalab qo'ying bir uyga qaytganda. Sizlarni sog'indim, savlatim otam, sizlarni sog'indim, jannatim onam. Tez kunda oz qoldi mana, sog'inib o'g'lingiz she'r yozdi yana. Borganimda to'ylar qilasiz ona, men sizni sog'indim, savlatim otam, men sizni sog'indim, jannatim onam. Olislarda yursam kelishim kutgan,
Sog'inib bildirmay alamlar yutgan, bolam deb hattoki o'zin unutgan. Men sizni sog'indim, savlatim otam. Men sizni sog'indim, jannatim onam. Olislarda yursam kelishim kutgan, sog'inib bildirmay alamlar yutgan, bolam deb hattoki o'zin unutgan. Men sizni sog'indim, savlatim otam. Men sizni sog'indim, jannatim onam. Chorasiz qolganda sizga suyanay, g'amlarga botganda sizga suyanay. Yashashni aslida sizdan o'rganay. Men sizni sog'indim, savlatim otam. Men sizni sog'indim, jannatim onam. Holim so'raysiz, kechalar xayolda meni o'ylaysiz. Tonglari duoda baxtim tilaysiz. Sizlarni sog'indim, savlatim otam. Sizlarni sog'indim, jannatim onam. Sizlarni o'ylayman o'zga yurtlarda, ko'zimdan alamli yoshlar oqqanda. Erkalab qo'ying bir uyga qaytganda. Sizlarni sog'indim, savlatim otam. Sizlarni sog'indim, jannatim onam. Sog'indim, savlatim otam. Men sizni sog'indim, jannatim onam.
getirebilirler. Şurada oturganların hemmesine nasip etti. Buna çıkanlarına yübile oturup konuşanlarsa olan günlerine tebrikliyim. Uzak ömür yaş versin, koşkanına koşa kalbi, sağlık, kirli. Bağlarına birler tarafında, innesinde, yürü öğretme kızlığında hemen öğretme. Hemen söyleyeceğim. Oylar aytıp durmaymış böyle. Amin 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 aşmıya, dert kusun başmıya, Mekke'de de Muhammed, yiğide de çengene rahmet. Anacan